Donald Tramp Grenlandiya bo'yicha yana munozaralarni boshladi, ammo rasmiy sabablar mutaxassislar fikricha noto'g'ri. Tramp Grenlandiyani milliy xavfsizlik uchun nazorat qilish kerak deb aytmoqda, ammo bu haqda mutaxassislar shubha bilan qaraydi. NATO doirasi va hozirgi mudofaa kelishuvlari bilan AQSh allaqachon hududni himoya qilishi mumkin. Aslida, Grenlandiyada qimmatli minerallar, neodimiy, terbiy, litiy, mis kabi resurslar bor va bu moddalarning katta qismi hozir Xitoy tomonidan qayta ishlanadi. AQSh bunga raqobat qilmoqchi. Shuning uchun ekspertlar aytishicha, Trampning asosiy maqsadi milliy xavfsizlikdan ko'ra Xitoyning iqtisodiy ta'sirini cheklash bo'lishi mumkin. Lekin bu siyosat xalqaro qonun va davlat suverenitetini buzish xavfini tug'diradi, deydi tahlilchilar. Bu ham Yevropa uchun xavotir. Grenlandiya bu yerda faqat hudud emas, bu global iqtisodiyot va geopolitika o'yini. Yangiliklar uchun obuna bo'lishni unutmang.